Ketdik, mana shu holatdan mana bunday holatga olib keldik. Ichkari kiramiz. Do'stlar, bu xonani razmeri 3 metrga 230 santimetrli xona. Bu xonaga nimalar qilganimizni hozir bir chekana tushuntirib o'taman. Mana bu eshikdan kirish joy. Eshikdan kirganda o'ng tomonga shunaqa rakvinani joylab berdik. Ustida yonadigan kuzgisi bor, 3 xil rangda yonadi. Undan keyin unitazni joylab berdik. Mana bu yerda ko'rib turgandek через kotel radiator bo'lgan. Mana bu yerda kichkinagina fortichka bor. Mana bu yerda kiyib ilgani, soch ilgani, sushilka, vishilka bor. Soch quritgani fen uchun rozetka bor. Undan keyin bu tomonda dushovый zona qilib berganmiz. Ko'rib turganlaridek, trap qora. Mana bu priborlarimiz ham qora. Kir mashinamiz bor, kichkina va katta kir mashina. Bular ham qora. Ustiga isitgichni joylab berganmiz. Bu tomonda devorlarimiz panel bo'lgan. Pollarimiz ko'rib turganlaridek gilansviy kafel bo'lgan. Patologlarimiz ham gilansviy natijnoy patolog bo'lgan. Devorimiz ham gilansviy. Ko'rib turganlaridek panelda rangga qaraymiz. Tilla rang. Ugollarimiz tilla rang. Stiklarimiz ham tilla rang. Gilamchalarimiz ham tilla rang aralashgan. Bir-biriga mosladik ranglarni va mana bu termo regulyatorimiz ham tilla rang bo'lgan. Bu Amin firmasini termo regulatori. Hali buni skochni ham shilmabdi bo'larimiz. Hozir 28 gradus issiqlikda turibgan buni. O'zini 40 ga chiqdi. 40 ga chiqqanda o'zi o'chib qoladi. Bu elektriskiy topli polniki. Polimiz elektriskiy topli pol bo'lgan. Sizlarga uni alohida topli pol masalasini alohida video qilib chiqaraman. Xullas do'stlar, bu obyektimiz qanaqa chiqdi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldirib ketinglar. Sizlarga tillarang yoqadimi, yoqmaydimi? Kommentariyada yozib ketinglar. Ha yoki yo'q. Xizmatlar kerak bo'lsa, Sirojbek Sanuzel guruhga murojaat qilaverasizlar. Butun Qirg'iziston va O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Sizlar bilan men Kamina Sirojbek usta keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.